hisoblanadi. Bu iPhone, bu Androidning million marta yaxshi. Ana qiz yangimi? Ha, bu qizmi? Kutubxonachilikda o'qir ekan. Hech kim ilintira olmayapti shu qizni. Mana men borman. U qizlarni ajal. Ilintirsang stipendiyam senga. Hamlik qiladi. Bo'pti, mana stipendiyam tikaman. 1 oy muhlat senga. Kelishdik. Davay. Bunga ham kitob o'qitadi. Bu ana chidamasa kerak. 100 bor. 100 ko'p, 50. 100 bor. 50. Kechirasiz. Kitob mutolaa qilmoqchi edim. Biror kitob maslahat bera olasizmi? Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar 5 marta o'qidim. Hech ham o'qib zerikmaysiz. Rahmat. Bolalar sen ustingdan garov o'ynashyapti. Nima? Ha. Shuning uchun raqamingni olishmoqchi. Yur. Nega turibsan? Yur. Besh kunlik dunyoda bir kunlik mehmon kishi. Nima dedingiz? Eshitmay qoldim. 5 kunlik dunyoda bir kunlik mehmon kishi. Oybarchin. Og'ir sinovlarga dosh berish haqiqiy insoniy fazilatdir. Lekin bu so'zlar romanda yo'q. Asl mazmunni tushunmabsiz. Roman faqat sevgi muhabbat haqida emas. Balkim men otabegingiz bo'lishni xohlayotgandirman. Raqamingizni bersangiz. Anton Chexov. Garov. Lekin men qayerdan topaman? Mutolaa degan ilovada bor. Kiz. Ololmaydi baribir. Bu aniq-ku. Yana kelyapti o'zi. Ey, butun umr eslab yurasan xalaqatga birinchi qadamingni qiynalib tushuntirmoqchi bo'lasan eshitganingiz bor oldamingni o'zingga g'amingni ko'ngling bo'shligi qimmatga tusharkan seni ham tinglash ularga ish ekan baribir ko'ngling bo'sh ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Biron yordamim kerakmi? Yo'q, shunchaki rahmat aytmoqchi edim. Arzimaydi. Yordamim tekkanidan xursandman. Xo'p. Mayli, erkak bitta gapiradi. Ma'on? Yo'q, kerak emas. Sevib oldingmi? Bir kitobda shunday deb yozishgan. Mendan so'rashdi senga nima kerak deb. Men javob berdim. O'zligimni qaytarib ber. Foydasi yo'q.